Assalomu alaykum hammaga. Navbatdagi obyektimiz Qo'qon shahridagi Ar-Rozi klinikasiga bo'lyapti. Mana hozir bu tomga 80 kW va keyingi tomga yana 80 yoki 120 kW qanacha xudo xolasa qo'yib beramiz. Mana hozir karkas ishlarimiz bitgan, panellar qotirish jarayonida ketyapti. Bu mijozimizga 2 yil avval uylariga 15 kW ongir sistemada quyosh panellar qo'yib berganmiz. Natijasini ko'rib, shunga qarab turib mana hozir klinikalariga 200 kW qo'ydirtirishyapti va tanishlarga ham tavsiya qilishdi. Sababiki, panel qo'yilgandan keyin mana uylariga svetga pul to'lashgani yo'q va o'zlarining ortga energiya uchun davlat ming so'mdan subsidiya asosida pul tushirib berganini o'z ko'zlari bilan sezishdi va o'zlari sinab ko'rishdi. Shunga asosan mana hozir klinikalarga 200 kW ni qo'yib beryapmiz. Ishlarimiz sifatli va o'z vaqtida bajarib beramiz. Xudo xolasa, mana karkas qismlarini ko'rishingiz mumkin. Misol Qo'qonning shamoli